Qadimgi Yunon shaharlari aholisi Grek. ko'chalarda yurib, ba'zida uy ichidan kelgan eshik taqillashlarini eshitishlari mumkin edi. Savol: uylarda yashovchilar qanday maqsadda ba'zida eshikni ichkaridan taqillatishgan? Men ishlamayapti. Ishlayapti mana adin deb. Eshityapmiz. Parolini bilmaysiz. Ana qilish kerak, hazil qilish kerak. Javob berish kerak, to'g'ri javob berish kerak. To'g'ri javob beraman. Zakot ishlaganim foyda berdi. Voy! Minus savol. O'sha paytdagi ko'chalarda takoy yuradigan yo'llar tor bo'lgan, shuning uchun taqillatib chiqishdan maqsad tashqaridan o'tib ketayotgan odamlarga eshikni ochib urmaslik uchun. Bu mehmonni kim chaqirdi o'zi? Hali Zagorskiy bo'lmadim hali. Bu odam siz zakotda dizayner bo'lgan, sizga javob berishdi, balo bo'lmi? Men